Qanday qilib pul tejab rohatlanib yashash mumkin? Tejay so'zini eshitishimiz bilan yaxshi kayfiyat insonni tark etadi. Qanday qilib bir vaqtning o'zida kam sarf xarajatlar qilib, tejamkorlikdan yaxshi kayfiyatni yo'qotmasa bo'ladi? Yaqinroq keling. Bu safar sizga shu haqida ma'lumot beramiz. Birinchisi, kunlik daromad va xarajatlaringizni qayd etishni boshlang. Bu yo'l orqali siz qancha olishingiz hamda nima uchun xarajatlar qilishingiz haqida aniq tushunchaga ega bo'lasiz. Ikkinchisi, oldindan tayyorlangan ro'yxatga asosan xaridlaringizni amalga oshiring va unga amal qiling. Bu keraksiz xaridlardan sizni asraydi. Do'konga bormoqchi bo'lsangiz, to'q qorin bilan boring. Och qorin bilan borishingiz keraksiz xaridlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Uchinchisi, kommunal xarajatlarni kamaytiring. Energiya tejaydigan lampalardan foydalaning. Ortiqcha to'lovlarni amalga oshirmaslik uchun kommunal xizmatlar hisoblagichini o'rnating. To'rtinchisi, nimadir xarid qilishingizda sifatga ahamiyat bering. Pulga qattiq odam 2 marta sarf qiladi degan ibora bor. Odatda qimmat, lekin sifatli buyumlar xarid qilish vaqtida ularni ko'p vaqt davomida xizmat qilish va tez-tez almashtirish kerak emasligiga ishonasiz. Lekin shuni yodda tutish kerakki, juda qimmat brendlik buyumlarni xarid qilish tavsiya etilmaydi. Beshinchisi, xaridni ertaga amalga oshiring. Siz do'konga tashrif buyurganingizda, yo'lingizda yaxshi chegirmali mahsulot ko'rib qolsangiz, ammo ro'yxatingizda ushbu mahsulot bo'lmasa, lekin shunda ham olish kerakligiga ishonsangiz, ushbu xaridni ertangi kunga qoldiring. Bu bilan sizda ushbu buyum qanchalik siz uchun muhimligi to'g'risida o'ylab ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Statistika bo'yicha odamlar ma'lum vaqt davomida xarid to'g'risida o'ylab ko'rganda, ko'p holatlarda kerak bo'lmagan xaridlardan voz kechadi. Oltinchisi, kundalik ovqatlaringizni diqqat bilan rejalashtiring. Vaqtingiz va imkoniyatingiz bo'lsa, ovqatni o'zingiz uyda tayyorlang. Yettinchisi, doim ish haqingizning ma'lum bir qismini saqlab qo'yishga harakat qiling. Bir oyda kamida ish haqingizni 10% miqdorda saqlashni odat qiling. Mayda pullar, tanga va qaytimlaringizni aqchadoningizga saqlang. Yilning oxiriga kelib, sezilarli darajadagi pul mablag'lari yig'ilganiga ishonch hosil qilasiz. O'ylaymizki, yuqoridagi tavsiyalar siz uchun foydali bo'ladi. Yuqoridagi tavsiyalar orqali kerak va muhim bo'lmagan xarajatlaringizni aniqlab, oilaviy byudjetingizni samarali boshqara olasiz.